Yoshligimizdagi o'sha mazali tvorogli yumshoq pechenyelarni birgalikda bugun yana ham shirinroq usulda tayyorlaymiz. Ishimizni un va xona haroratida turgan margaringa qavartma hamda vanilin qo'shib urg'oq olishdan boshlaymiz. So'ng qatiq hamda shakarni ham qo'shib qo'lga yopishmaydigan elastikniy xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimizni teng ikkiga bo'lamiz va yarim soat xolodilnikda dam oldiramiz. Xamirlarimiz dam olguncha nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinkasi uchun 400 gram quruq tvorogni idishimizga solamiz va ketidan shakar, kukuruznik kraxmal va vanilinni qo'shib ehtiyotkorlik bilan aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Endi xamirlarimizni 30 ga 40 razmerda yoyib, o'rtasini pichoq yordamida kesamiz va nachinkani ko'rsatilgandek joylab olamiz. Xuddi ko'rsatilgandek tekis chiroyli qilib o'rab, ustidan tuxum suramiz va vilka yordamida 2 qator iz tushirib olamiz. Hamda pichoq yordamida har bitta ruletni 10 bo'lakka bo'lamiz. Endi esa 180 gradusga qizigan duxovkamizga tayyor pechenyelarni pishirish uchun yuboramiz. Qarabsizki, bir zumda ham mazali, ham barakali, yumshoq, pishirishingiz bilan yeyilib ketadigan pechenyelarimiz ham tayyor. Albatta tayyorlab ko'ringlar va tayyorlaganinglarda meni duo qilishni unutmanglar.